do'ppi kiymay qo'ydi odamlar, bir shoir bir Nosirdan boshqa. Sochlar silliq qadamlar u og'irlik qilyapti boshga. Rost do'ppilar, yolg'on do'ppilar, kinolarda qolg'on do'ppilar, chust do'ppilar, anjon do'ppilar, munchoqdek marg'ulon do'ppilar. Albatta, ushbu she'r muallifi juda yaxshi bilasiz, O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf qalamiga mansub. Muhammad Yusuf o'z she'rlari orqali insonni vatanga bo'lgan muhabbatni oshirishga xizmat qilgan va mana shu she'rlar milliy o'zlikni, milliy g'ururni anglashga xizmat qiladi. Agar shoir hozir oramizda bo'lganda ertaga 71 yoshni qarshilagan bo'lardi. Muhammad Yusufga nisbatan o'zi hayot bo'lganda degan so'zni ishlatish noto'g'ri deb hisoblayman. Chunki O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf o'z ijodlari bilan, o'z she'rlari bilan oramizda yurgandek tuyuladi go'yoki bizga. To'g'ri aytasiz. Bugun Muhammad Yusufning rafiqasi, shoira, Muhammad Yusuf nomidagi jamoat fondi raisi, fidokorona xizmatlari uchun ordeni sohibasi Nazira Assalomni dasturimizga taklif qilganmiz. Assalomu alaykum Nazira opa. Dasturimizda erta tongdan sizni ko'rganimizdan juda ham xursand bo'ldik. Assalomu alaykum Nazira opa. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf haqida gap ketganda siz ko'proq ularni qaysi sifatlarini alohida ta'kidlab o'tishni istagan bo'lardingiz va ularni she'rga, she'riyatga bo'lgan muhabbatlari, munosabatlari qanday edi o'zi? Endi avvalo assalomu alaykum barcha yurtdoshlarimizga. Muhammad akani she'rga, she'riyatga bo'lgan munosabatlari dedingiz. Endi bu shoirlar o'zi shoir bo'lib tug'iladilar deb o'ylayman. Muhammad akada shu narsani o'sha o'zini iste'dodini, barchasini, bor o'sha fazilatlarini hammasini she'rlarda ko'rish mumkin deb o'ylayman. O'sha hozir do'ppi degan she'rni o'qidingiz, mana shu qadriyatlarimiz to'g'risida hali baralla aytish mumkin bo'lmagan zamonlarda mana shunday she'rlarni yozganlar. O'sha do'ppi deymiz, belbog' deymiz, boshqa. Ularning barcha fazilatlari ham o'sha adabiyotshunos olimlarimiz ta'kidlaganidek, o'zlari qanday bo'lsa, shunday shoir edi. O'zlari she'rlari qanday bo'lsa, shunday inson edi. Bu qismatda Muhammad akani o'zlari buni qismat deb qabul qilganlar. Shoirlik bu qismat haqiqatan ham. Va qismat bo'lganda ham Muhammad akani fazilat haqida yana bir narsani alohida ta'kidlashim kerak. Vatanparvar shoir deb atashadi va men buni guvoh bo'lganman 18 yillik umrim davomida. Muhammad aka qalin rishtalar bilan o'sha vatanga, o'zini tuprog'iga bog'langan bir inson edi va bir umr mana shu tamoyilga xizmat qilib ketdilar. O'sha she'rlarini qaysi birini olsangiz ham bir chaqiriqdek. Muhammad akani o'sha vatan haqidagi she'rlarini ko'pligidan, ijtimoiy mavzudagi she'rlarini ko'pligidan biz uni mana bitta kitobga jamlaganmiz. Ulug'imsan vatanim dedik. Xalq bo'l ilm. Hozir yana o'sha kitoblarni to'ldirilgan nashrlarni tayyorlayapmiz. Davlatimiz rahbari 2017-yil 2-3 iyunda Andijon viloyatiga tashrifi chog'ida Andijon shahrida Muhammad Yusuf nomidagi ona tili va adabiyot fanini chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktab tashkil etish taklifini bildirgan edilar. Shunga muvofiq o'sha yili iyulda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori qabul qilinib, 11-dekabrda mazkur maktab ochilgan edi. Shoir nomini sharaflash bu katta e'tirof, katta mas'uliyat. Siz bu e'tirofni qanday qabul qildingiz? Qalbingizda qanday tuyg'ular joy urdi? Endi bilasizmi, men Muhammad akaga bir yaqin inson sifatida, mayli muxlis bo'lish, xalqimizni bir munosabati o'z yo'liga ham xuddi shu o'sha bir kayfiyatni nima qiladi. Lekin u kishini bir yaqin insoni sifatida, oila sifatida biz hammamiz albatta bu qadrlanish, juda katta qadrlanish. Umuman nafaqat Muhammad Yusufga, umuman adabiyotga bo'lgan munosabat, yurtboshimizning o'sha adabiyotga bo'lgan munosabatlari-yu qilgan o'sha barcha adiblarimizga, shoirlarimizga bo'lgan o'sha qator ishlar, nafaqat e'tiroflar qilingan ishlar bu boshimizni ko'kka yetkazdi albatta. Bu bizning orzuyimiz edi. Ochig'i
bu bir yetib bo'lmaydigan orzudek tuyulgan vaqtida menga. Lekin shunday bir qator ishlar bo'lib o'tdiki, endi bundan xursand bo'lmaslikdan iloji yo'q. Masalan, o'sha nafaqat u ijod maktablari, qator ijod maktablari ochildi shoir adiblarimiz nomida. Bundan tashqari mana Adiblar xiyoboni tashkil etilishi. Bu bilasizmi, ayniqsa mana poytaxtda mana shunday bir katta bir nafaqat Muhammad Yusufga, qator adiblarimizga, ustozlarimizga, hatto jadidchilarimizga mana jadidchilarimizning nomlari qadrlandi. Jadidchilarimiz qatorida katta ustoz shoir yozuvchilarimizni haykallari qo'yildi. Va bularning qatorida Muhammad Yusufga ham haykallari qo'yilishi bu biz uchun juda ham katta bir xabar bo'lgan. Juda ham katta bir bugungacha ham mana shunday bir yana bir xalqimiz uchun bir ziyoratgohga aylandi desak bo'ladi. Shu o'rinda men doim bir narsani eslayman-da, ustoz Abdulla Qahhorni bir gaplari bor, adabiyot atomdan kuchli deydilar. Faqat bu kuchni o'tin yorishga ishlatish kerak emas. Men nazarimda mana shu shior bo'lganda, mana shunday bir ishlarning qilinishi mana shu ustoz Abdulla Qahhor gaplarini eslatadi menga. Bugun mana shunday ezgu savob ishlar qator, undan tashqari masalan yana bir ish qilindiki, har bir o'sha Adiblar xiyobonidagi haykallarni o'sha adiblari hammalarini bitta oliy ta'lim muassasalariga biriktirildi. Shunday, to'ppa-to'p. Muhammad Yusuf O'zbekiston san'at va madaniyat institutiga biriktirildi. Men boshida juda ham buni mohiyatini tushunmagan ekanman, lekin bugungi kunda qilinayotgan ishlar yurtboshimiz qanchalik uzoqni ko'zlaganlarini va bizning orzularimiz shuni ortidan amalga oshib boryapti. Deylik, ularning kitoblari qator o'sha tillarga tarjima qilinib, o'sha bitta mana masalan bittasi Turkiyada o'sha Muhammad Yusuf saylanma kitoblarini tarjima qilinib, o'sha yerda taqdimotlari qilindi. Mana shunday bir ishlar amalga oshirilyaptiki, Muhammad Yusuf nomida stipendiya joriy etildi. Muhammad Yusuf ko'krak nishoni ta'sis etildi. Bu hammasi mana o'sha yurtboshimizni o'sha adiblarga bo'lgan e'tiborlarini bir natijasida. To'ppa-to'g'ri, to'g'ri aytasiz. Davlatimiz rahbari ilm ahliga, adabiyotshunoslarga shunaqa e'tibor qaratyaptilar. Andijonda Muhammad Yusuf maktabi, Qashqadaryoda Abdulla Oripov ijod maktablari tashkil etilishi bu albatta adabiyotshunoslarga, ijodkorlarga qaratilayotgan e'tibor natijasi deb bilaman. Ular o'tib ketgan bo'lsa-da, ularning ijod yo'li davom etishi kerak. Kimdir mana shu shogirdlar buni davom ettirish kerak degan maqsad ham yotadi va O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutiga biriktirilgan sababi u oliygohda, u dargohda, men o'zim ham tahsil olganman o'sha dargohda, juda sevishadi Muhammad Yusuf ijodini. Har bitta qaysi talabadan borib so'rasangiz, har bittasi kamida Muhammad Yusufning 2-3 ta she'rini yoddan aytib bera oladi. Shu sababli ham. Endi undan tashqari Muhammad Yusuf o'sha asarlari, ayniqsa Qora quyosh dostoni, bu bir juda bir bilasiz, tariximiz boshdan oxir o'sha boshimizdan, xalqimiz boshidan o'tgan tarix. Mana shuni sahnaga ko'tarib olib chiqishdi. O'sha sahnalashtirildi, xabaringiz bor. Qator asarlar sahnalashtiryapti. Men mana shu ishlardan juda ham boshim ko'kka yetib turibdi. Endi yaqindagina yana bir narsani eslab o'tishim joiz deb bilaman. Yaqindagina mana futbolchi o'smirlar o'rtasidagi futbolchilarimizni qarang, men umrimda futbol ko'rmaganman to'g'risi. Muhammad aka juda yaxshi ko'rardilar, futbol bilan shug'ullanardilar. Futbol yaxshi ko'rarmidilar? Juda, o'zlari doim borardilar, o'sha o'zlarining bir nimalari bor edi. O'rtoqlari, do'stlari bilan futbolga borishardi. Lekin men nimagadir qiziqmagandim. Mana birinchi marta men shunday mazza qilib ko'rdim. Bu mana bu o'smir yoshdagi, chunki bular vatanni sharafini oqlab chiqishdi, vatanni orqasida shunaqa bir vatanni yuzini yorug' qilishdi-da bunda olganingizda. Va eng qizig'i menga tabriklar kela boshladi. Men hayron bo'ldim. Bilasizmi, Muhammad Yusufning she'rini, o'sha Ulug'imsan vatanim qo'shig'ini aytishyapti. O'sha nima o'smir futbolchi bolalarimiz bu bizni albatta kelajagimiz. Men o'zim faxrlanib ketdim bu narsadan. Muhammad akaning she'rini, qo'shig'ini aytgani uchun emas, bolalarimiz mana shunday bir natijalarga erishganda juda quvondim-da. U his-tuyg'ularni so'z bilan ta'rif etib bo'lmaydi-da. Chunki yigitlar o'sha o'yinda, endi futbol haqida gap ketgandan keyin davom ettirib ketamiz. O'sha
u jarayon umuman boshqacha. So'ngida o'sha O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf qalami bilan bitilgan she'rni go'zal qo'shiq qilib kuylaganlar Sevara Nazarxon. Shuni barcha yoshlar kuylayapti. Demak, bu vatanga bo'lgan muhabbat ularda hozirdan shakllanganini bildiradi. Va bunda Muhammad Yusuf ijodini juda katta o'rni bor, Nazira opa. Bu hali boya aytganimizdek adabiyotning kuchi bo'ladi. Adabiyotning kuchi. Nazira opa, shoirimizni yozib ketgan kundaliklari yoki umuman chop etilmagan she'rlari bo'lsa, ular agar bo'lsa, bizga hozir oshkor qila olasizmi? Albatta, Muhammad akani o'sha u kishini vafotlariga ham 24 yil bo'ldi. 24 yildan beri chiqazayotgan o'sha nashr etayotgan kitoblarimizda qaysidir qolgan, albatta yangilik bo'lishi kerak. Ular endi yo'q. Masalan, har bir kitobdan bir yangilik qidiradi-da muxlislar. O'shaning uchun biz o'shani inobatga olib, o'sha qaysidir qolib ketgan she'rlaridan, masalan, kitoblarga kirmay qolgan gazeta, jurnallarda chiqqan she'rlar bor yoki bo'lmasa o'sha daftarlarida qolgan. Endi daftarlarida qolgan she'rlar bular hali ayrimlari bor, hali shakllanmagan. Masalan, o'smir yoshda yozilgan bo'lishi mumkin. Ularni hali kirgizganimiz yo'q. O'ylab, men nazarimda yilini qo'yib ularni ham kirgizsak bo'ladi. Lekin men yana bir quvonchli hol, mana 70 yilliklari tavalludlarining 70 yilligi munosabati bilan Ma'naviyat nashriyotida tanlangan asarlari chiqdi. Biz o'sha yerda maqolalarini, u kishi endi gazetada ham ishlaganlar, Toshkent oqshom gazetada, boshqa gazetalarda ishlaganlar. O'sha yerda maqolalar yozganlar. Ancha-muncha maqolalari bor, xotiralar, o'sha qolgan qaysidir she'rlar bir paytlar akademiyada tahsil olgan paytlarida, o'sha jamiyat akademiyasida o'sha yerda bir bolalar uchun konstitutsiyaga doir bir kitobcha buyurtma berilgan bo'lganda, shunday narsa yozib bering deb. Ana o'sha kitobdagi she'rlarni kirgizdik. Qaysidir qolib ketgan she'rlarni, endi bu degani hammasini kirgizdik degani emas. Endi yangi kitob qilishdan oldin bilasizmi, yangi kitob nashr etish bu qiyin ish. Vafot etib ketgan insonni kitobini chiqarish. Negaki bir yangilik bo'lishi shart u yerda. Va iloji boricha mana shunday bir yangiliklar bilan chiqarishga harakat qilyapmiz. Hozir yana Muhammadga maktub degan bir to'plam tayyorlaganmiz. Yaqinda Xudo xolisa nashrdan chiqadi. Undan tashqari, to'g'risini aytsam, Muhammad aka o'zi qo'shiqchi shoir degan so'zni yomon ko'rardilar, yoqtirmaganlar. Ana o'sha lekin shunga qaramasdan she'rlari xalqona bo'lgani uchun, xalq tiliga yaqin bo'lgani uchun, ravon bo'lgani uchun bu juda ko'p she'rlari qo'shiqqa aylanib ketgan, bilasizlar. Ana shuni nazarda tutib, ilmda alyorim qolur, aytilmagan qo'shiqlar degan bir to'plamlar qilganmiz. Ustoz, ming bor uzr suhbatingiz bo'ldim. Yoningizdagi kitobga har safar hozir ko'zim tushganda o'shani olib o'qigim kelyapti. Maylimi olib? Atay olib keldim mana sizlar. Siz uchunmi? Xalq bo'linglar, Muhammad Yusuf. Oltin qalam. Hozir endi Bizning gazetamiz. Ajoyib, oltin qalam. Do'ppi kiymay qo'ydi odamlar degan she'rlarini o'qidim. O'zimga ham juda ham yoqadi. Muhammad Yusufni she'rlarida bitta narsani his qilaman, Nazira opa, alohida vatanni sevishimiz kerak, unga muhabbatda bo'lishimiz kerak degan gap so'zlardan tashqari balandparvoz so'zlardan tashqari oddiy yo'l bilan, samimiy yo'l bilan, xalq tiliga yaqin so'zlar bilan tushuntirish borda. Shunday. Ularning yutug'i ham shunda-da. Mana adabiyotchi olimlarimizni e'tirof etishlaricha, Muhammad Yusuf adabiyotda o'zini maktabini yaratgan. Ya'ni o'sha siz aytgan sodda tilda, ravon tilda mana shu baland pardalarga chiqa olgan. Bu ularning yutug'i ham shu. Aslida bir paytlar muhokamalar bo'lgan, bir paytlar har xil fikrlar bildirilgan. O'sha paytlarda mana endi jimjimador yozmaydi-ku Muhammad aka, bilasiz. O'shanga ularni bir intervyular, Muhammad akani o'sha bir paytlar bergan intervyulari o'zlari hayot paytlarida. Hamma savollarga javob borda o'sha yerda. Ular aytadilar, men yozgan she'rimni xalqim tushunmasa, men yozgan she'rimni otam, onam tushunmasa, menga nima kerak shoir bo'lish degan bir gaplari bor. O'shandan kelib chiqib, bular haqiqatan ham bir mana ustoz Ozod Sharafiddinov ham bergan baholari bor-da. Muhammad Yusufning she'rlarini o'qigan odam men ham yoza olaman deb o'ylaydi ayrimlar. Lekin qani yozib ko'ring-chi deganlar-da. Mana buni o'zi juda katta bahoda Muhammad akaga. Bitta she'rlarni o'qib bersam maylimi?
juda yaxshi. Bitta she'rlarni o'qib beray. Hozir ko'zim tushdi. Mening vatanim. Onamga o'xshaydi mening vatanim. Onamday mehribon, onamday xokisor. Holbuki qizi bor yengolmas g'anim, holbuki o'g'li bor chaqmoqdek shunqor. Chunki dunyo ko'rgan ko'rgisi kelmas, qushning inini ham buzgisi kelmas. Zamin qanday ulug', zamin behudud. Kimlar chumolidir, kimlar shilliqurt. Bolam buyurmasin o'zgaga deydi, hammaning o'ziga nasib etgan yurt. Chunki dunyo ko'rgan ko'rgisi kelmas, qushning inini ham buzgisi kelmas. O'zi ham bilmaydi qay biri mashhur, bir o'g'li Yassaviy, bir o'g'li Temur. Olis ufqlarga ko'z tikib tolg'in, mard bo'lsang uy qurma deydi, davlat qur. Chunki dunyo ko'rgan ko'rgisi kelmas, qushning inini ham buzgisi kelmas. Ajdod surishtirib loflar urmagan, onam panjasiga panja urmagan. O'zining bolasin avaylab asrab, o'zgaga yomonlik ravo ko'rmagan. Chunki dunyo ko'rgan ko'rgisi kelmas, qushning inini ham buzgisi kelmas. Satrlarni qarang, satrlarning go'zalligini qarang. Shuni aytyapmiz biz. Oddiy so'zlar bilan, dilga yaqin satrlar bilan balandparvoz so'zlar, balandparvoz gaplar emas, insonning yuragiga kirib boradi bu so'zlar. Rahmat. Bugungi tashrifingiz uchun katta rahmat Nazira opa. Erta tongni biz bilan qarshilaganingiz uchun, o'z emotsiyalaringizni va xotiralaringizni biz bilan baham ko'rganligingiz uchun katta rahmat. Sizga ijodiy muvaffaqiyatlar, umringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringiz rohatini ko'rib yurish nasib qilsin, yaxshi kunlarda ko'rishish, yana diydorlashish nasib qilsin. Rahmat. Taklif uchun rahmat. Sizga Muhammad akani shu tavallud kunlarini eslaganingiz uchun rahmat hamma qatori. Bugungi kunda hamma joyda mana shu kishini tavalludlari munosabati bilan tadbirlar bo'lib o'tyapti. Har kuni mana aprel oyidan boshlanadi, oy oxirigacha may oyida ham mana tadbirlarimiz bor. Bu degani xalq Muhammad Yusufni unutmayapti. Hukumatimiz ham unutmasdan mana shunday katta ishlar qilgani uchun biz prezidentimga ming marta rahmat aytaman. Boringizga shu rahmat aytamiz opa, ko'rganimizdan xursandmiz. Aytib o'tganimizdek, shoirlar, ayniqsa Muhammad Yusuf o'lmaydi. Ularning she'rlari barhayot. Ular yuraklarga kirib boradi, tillarga ko'chadi va avlodlarga yetib boradi. Muhammad Yusuf mana shunday satrlari bilan, she'rlari bilan barhayot. Dasturimizni biz mana shunday ko'tarinki kayfiyatda Xudoga erkalik qilishadi. Ba'zan men zo'rman degan istaysizmi yo'qmi bir davo. Shoirlar o'zlari bilmagan holda Xudoga erkalik qilishadi. Ba'zan odam o'zingni yozgan she'ringida o'zing o'qib ko'zingdan yosh chiqib ketadi. Shunday paytlarni men o'ylayman. Shoirlar biz bitta o'zi she'rni yozmaydilar. Unga kimdir yordam beradi. Ilohiy bir farishtalar yordam beradi. Bo'lmasa nega o'zingni she'ringga o'zing yig'laysan? Mayli-da, kimgadir yoqsa yoqmasa, ularga qo'shilib yig'lasharmidik? Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa, uchrasharmidik. Rayhon hidlaringni yo'llarimga sep, kut meni har oqshom, tong ko'kka oy chiqqan. Faqat yig'lamagin gunohni edi. Aybing onang seni chiroyli tuqqan. Menga bir tabassum tutmayib, ey yor, bol yoqsin lablaring sohillaridan, o'zing ayt.